Ha, keling. Mana. O'rtog'imdan nima pul oldingiz? Qalaysiz, Matina, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tizimiz. Men sizga aytganman-ku, o'rtoqlarim kelsa pul olmayin deb, tavba. Necha marta aytaman? Mayli, keyin safar o'zim bepulga beraman, xo'pmi? Mayli, endi bilmadi-da, tanimay qoldi sizni. Keyingi xarajatingiz hamma yo'q o'zimdan, xo'p? Magazinda bo'lsam bo'ldi. Bo'pti, yaxshi boring. Tuba o'rtog'ini oldi meni sharmanda qilganini qaranglar. O'zi hech kimga qarzga berma. U otammi, u qarindoshimmi deydi. Tavba qildim men. Hozir qarab turdi, mana shoshmay tur. Hozir adovingni beraman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dildoraxon, qalaysiz? O xarajatni zo'r-yu, a? Hisoblab bering. Ha, bo'ldi. Hisoblashni kerak yo'q. Sizga hammasi tekin, ha? Voy, nimaga? Voy, men pulini beraman, hisoblang. Voy, yo'q, Umid opam aytdilar. Hamma yo'q, mani jigarlarimga, yaqinlarimga, o'rtoqlarimga hamma yo'qni tekin qilib berdi dedi-da. Sizga hammasi tekin. Bugunda mana bemalol olib ketavering. Voy, tavba, qanday bo'larkan? Voy, menga ishonmayapsizmi? Mana o'zlari ham mana pastda bekinib o'tiribdilar. To'g'rimi Umid opa? Ayting, ishonmayapsiz menga. Mana ayting Umid opa. Mana. Voy, assalomu alaykum opajonim. To'g'rimi? Sog'laringiz yaxshimi? Voy, tekinmi? Ha, tekin. Bemalol. Voy, rahmat. Voy, opajonim, rahmat. Sog' bo'ling. Yana kelaman bo'lsa, tekin bo'lsa. Sog' bo'ling, mayli, yaxshi bo'ling.